Usta akalarimiz sizlar uchun naborlarni, jinnilarni olib kelganmiz. Men sizlarga hozir bularni bitta ochib obzorini qilib beraman. Ko'ryapsiz, Makita brendidan 6 tali naborimiz kelgan. Buni ochib bitta unpacking qilib ko'ramiz. Xo'p, bu naborimiz ichida nimalar bo'ladi? Bitta ko'rsataman. Mana ko'rayotganingizdek, birinchi bo'lib gayka bo'ri bo'ladi. Xo'p, undan tashqari mana bu yerda ko'ryapsiz, bolgarkasi bo'ladi. Bolgarkasi, undan tashqari mana ko'rayotganingizdek 4 ta batareykasi bo'ladi. 4 ta batareykasi bo'ladi. Mana 2 ta zaryadchigi bo'ladi. Xo'p, undan tashqari mana bu tomonda ko'ryapsiz, picholkasi bor. Xo'p, picholkasi bor. Mana bu yerda ko'rayotganingizdek kichkina mini pilasi bor, hali yasalmagan. Xo'p, mini pilasi bo'ladi. Mana bu yerda bitta sho'paveri bo'ladi. Sho'paveri bo'ladi. Undan tashqari ko'rayotganingizdek bitta perforator bo'ladi. Xuddi shu ko'rayotgan 6 tali naborimiz bor. Bu 6 tali naborimizni ham qarang, har xillari bor. Ko'rayotganingizdek Bosch brendidan bor, Makitadan bor, Crowndan bor. Xullas, do'konga kelib xohlagan assortimentni tanlab olsangiz bo'ladi. Mabodo sizga 6 ta skopli qiladigan bo'lsa, menga 6 tali emas, ixchamroq variant kerak degan bo'lsangiz, unaqasi ham bor siz uchun. Ko'ryapsiz, 4 tali naborimiz, 2 tali naborimiz bor. 4 tali naborimiz ichida nimalar bo'ladi? Ko'rayotganingizdek bitta perforator bo'ladi, bolgarkasi bo'ladi. Mana bu yerda sho'paveri, gaykaveri bo'ladi. 4 ta zapasnoy batareykasi bo'ladi. Undan tashqari 2 ta zaryadchigi bo'ladi. Endi 2 tali naborimiz keladigan bo'lsa, 2 tali naborimizda hop sho'paveri bo'ladi, bolgarkasi bo'ladi, 2 ta batareykasi bo'ladi, bitta zaryadchigi bo'ladi. Xohlasangiz bunaqa variantlarni ham siz uchun bemalol taklif qila olamiz. Mabodo agar sizga shu ko'rayotgan naborlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Chinoz bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul.